Navayniki hazır edilen diksiyonun ismi Alisher Navayniki hayatı, eserleri ve fikirleri. Ben genelde umumsuz bir diksiyon tayarladım. Ve kelgen arkadaşım çok kısmı bunun kısıtlığı da oyalamış. Kısıkçı bezini ben aldı ben Alisher Navayniki hayatı doğrulup kısıkçı konuşuldum. Onun keyin eserleri, onun kısaca, onun keyin fikirleri ve ahırda Alisher Navayi eserlerindeki Uygurlarga, yani Uygur edebiyat için tesir doğrulup söz ettiğim. Ben liseyimde xeride bir qancha resim kirgizdim. Sizlarniki qisqargan taqib bo'lsin, tushunish oson bo'lsin deb. Bu oddiy bir G'arbiy Turkistonniki ko'kesgan xarita. Bu bir yerdan boshlansa, uni tashqari sharq qismida Samarqand, Buxoro, Xiva. Alisher Navayniki asosida qoidada Xiva ko'p qismi hayotda ko'p qismi Xivada, bir qismi Samarqandda o'tgan. Biz hozir bu yerda konsert qo'yganmiz Istanbulda. Türkiye aldığında bize bir hikayesini koyduğumuzdan orada bunu koydum. Alisher Navayi 1941 yılda Herat şehrinde dünyaya gelgen. Yani 575 yıl oldu yenge, doğum günüge. Vafatıga 515 yıl oldu bu yıl. 12 yaşa kirgen çağda dadisi G'iyas'ın adamı öldü. Şu vaqtda yazılgan tarihi manbalerde Alisher Navayniki dadisiniki Uygur baxshi ekanligini to'g'rilab qo'limiz isbotlab Savaşçı Hüseyin Baygara bilen Padişah Abdülkasim Babur'unki hizmeti doğan 15 yaşa kelgan vaqtda ikki tilda teng ijod etib boradigan seviyaga kelgan. Türkçe ve Farsça. Türkçe yazılan eserlerge Navayi taqalçı etken, Farsça eserlerge Fani taqalçı etken, Xalqçıda Alisher Navayiga Zülsaneyn, ikki tilda eser yazgan deymanda bu nom bilan atagan. Şunu bir vaqtda Navayi Lütfi Sekkaki eseri bilan tanışgan, bunu o'rgangan. Abulqasim Babur 1456-yili qarorgohi Mashhad o'tgandan keyin Alisher Navoiyni birga kelgan. Abulqasim Babur 1456-yili olamdan o'tgandan keyin Alisher Navoiy 1456-dan 1464-yilgacha Mashhadda ota-onasiz, homiysiz yagona turmushga chiqishga majbur bo'lgan. 1464-yili Xorasondagi taxt qilish kurashida Abu Said poytaxtni Heratga o'tgan, g'alaba qozongandiki. Navoiyni Heratga qaytib kelgan. Bu yerga qaytib kelgan chatga uchragan. 1466-yili ilm tahsil qilish uchun Samarqandga kelgan. 1468-yili Hüseyin Baykara, bu resimdeki kişi şu. Herat taxtga o'tirgan. Heratni Samarqanddan Alisher Navoiy Heratga Samarqanddan qaytib kelgan. Buni Hüseyin Baykara tamodarlikqa tayinlagan. 1472-yili 2-oyda divan mansibi deb tayinlagan. Yani o xalqcha Emir Kabir unvoni berdi. Sultan Padişah Emir Kabir unvoni berdi. Bu padişahning qalsa, sultanning qalsa ikkinchi nufuzli shaxs bo'lgan. Biz ko'p qismlarda Uyg'urlar mesela uniki adabiyot asarlarida she'r, shoir deb tushunamiz, ammo boshqa faylasuf, menoqda Davlat Arbobi, menoqda rassom va faylasuf. Bu vaqtlarda o'ziga ko'p jismoniy, aqliy kuchini davlat ishlariga ijtimoiy maslahat tushishayotgan bo'lsa, bu ijodiylik ishlari, oqshomlari
elib olgan. Bu şu vaqtda o'zidagi shu ahvolni aks ettirgan she'rlar bor. Bu o'shaning birisi. Kim var idi başıma minnetim, yok idi aşağıda ko'rsatdim. Alisher Navoiyning hayoti. Navoiyning tirikchilik asosida Herat, Xorason va O'rta Osiyodagi mashhur shahriga madaniyat markaziga aylangan. Bu Salvador İxlasiya madrasasi Heratdagi oliy bilim yurti aylangan. Bu İxlasiya madrasasining janubiga Xalasiya xonaqasi g'arbiy shimolga, g'arbiy qismga Shifoya nomli bino salgan. Mashhur kitoblarni to'plagan 70 dan ortiq xattat ishlagan 2000 dan ortiq o'quvchi o'qigan. Bu 2000 dan ortiq o'quvchiga Navoiy o'z mablag'ini berib, uni o'qitgan edi, Alisher Navoiy. Endi o'z ma'lumotini berib, o'quvchilarni o'qishni ko'rsatyapti. Bu Alisher Navoiy shoir, ayni vaqtda buyuk davlat arbobi, buyuk emir, xalq tarafidan buyuk emir deb tanilgan. 1976 yılı hizmetinin istifade hec tavuk kılışka Hüseyin Baykar padişahın ruhsat soğan bozumu soğan bunu red kılan. Keyin Alisher Navoiyning talep boyunca Guzorgah yakın bo'lgan bir yerda yerleşip qolgan. Bu yerga yerleşgandan keyin ommaviy aslarlarni salgan, ya'ni mehmonsaroy, hammom, shifoxonalar salgan. 1487 yılı Hüseyin Baykar'a hakimlik mensibini berip Asterbat'a yollagan. O qo'lasındagi insonlarning ketini Afg'onistonda ishilib, poytaxtdan hokim mensibini berip Iroqlashtirgan ekan. Onunla Muqarrabi Hazreti Sultan degan nomni berdi shu vaqtda. 1500 yılı, 1-3 yılı Alisher Navoiy bu dunyo bilan vidolashdi. Bu hozirgi qabrisi. Alisher Navoiyning aile hayatı. Alisher Navoiy bir ömür aile baxtidan bahramand bo'lmagan. Muhabbet ko'chirishni sir altida qoldirgan. Kimni so'yganligi, nima uchun aile qurganligi to'g'ri hech qanday kuchi yo'q bizga qadar. Bu bir sirda saqlanib qoldi. Va shu vaqtda Alisher Navoiyning muhabbet hikoyasi to'g'ri mana shu rivoyatlar bor. Alisher Navoiyning bir gul siniq bir Uyg'ur qizni yaxshi ko'rganligi yaxshi ko'rgan qizning razoligi bo'yicha to'y qilish deb qo'yganligi, unga ota-onasiga ko'rishganligi, ota-onasi uni qabul qilib bo'lgandan keyin bu qizni ayni vaqtda Husayn Baykar yaxshi ko'rib qilib Alisher Navoiy buni qarshi bildirmaganligi, bu qizning bu holatida bir xil dur topilgan ekan. O'zi 40 kun ichida o'zi uylab qolgan, dur ichgandan keyin Alisher Navoiyning 40 kundan keyin 50 bola ko'rgan, xidarning qilib qolgan bir dur tepib, har ikkisi ichib geldi to'g'riliq bir rivoyat bor. Bunaga qaysi amaliyotdan munosib bor? Buni hozir bizga aytamiz. Endi bir qism tadqiqotchilar Navoiyshunoslar bu Navoiyningki bu oila hayoti, aşk, muhabbet hikayesini yazılmalıqını, Navoiyningki mijoz xarakteridagi noziklik, ijtimoiy fizika bilan munosabatli deb qaraydi. Endi bir qism tadqiqotchilar Alisher Navoiyningki ihtimal bir fojia, muhabbet aşk hikayesini bir fojia bilan oxirlashganlik uchun, bir fojia yo'q qilish uchun buni yozmagan degan bir qarash bor. Alisher Navoiyning oxirgi yillari salomatligi bek nachar bo'lgan, oilasizlik va farzandsizlik azobi Alisher Navoiyni qiynaydi. Lekin ijodiyatini to'xtatmagan. Buniki mashhur asarlari Lisanul Xayr, Muhokabatul Lug'atayn, Tarix Mulki Ajam, Mahbubul Qulub. Ular hayotining oxirgi qismida yozilgan mashhur asarlar. Alisher Navoiy hayatında 30 parçasını artık eser yazgan, edebiyat eser, türlerden edebiyat eser, edebiyat eser nezarisi, tarih tezkire, kılıçnazlık, felsefe, tercüme de bakan türlü bir şey oldu. Mesela alsak, Hazaynul Me'ani, Şair Divan, bu icadın en yukarı perdesi, Hamse, İlaliye, Töhbetül Efkar, Katarlık edebiyat eserlerini,
Mecalüs Nefais, Mizan Avzan, Elbette Adamlık meselelerini, Helati Fehvan Muhammed, Tarihi Dünya ve Hükümet, Oğuşaş Tarihi Tezkiri eserlerini, Muhakemetül Logateyn, Teşkil ait eserlerini yazıp alınan, Nevai, insan ömrünü tüt esirge tedbik kılgan, yani insan ömrünü bahar, yaz, küz ve kış ve muşi devir yazan eserini muşi devrlerge divanla kirgizgen. Yani bahar 8 yaşının 20 yaş boğanın vaktini, yani balık devrini garayımız sigar. 20 yaşının 35 yaş olan artık yaşlık devrdeki eserini Navadır Şebab, yani yaşlık vakti çağları yani bu divanı kirgizgen. Onun başka 35'in 45 aralıkını Bedayul Veset bu divanı kirgizgen. Ahirde deyini Gazan devri, Kaylık devrdeki dua asas kılan bu eserini, o vaktiki lirik eserini Hevailul Kiber diyen divanı kirgizgen. Yani hemse Elçin Navai 1983'ten 1985 yılı arasında bu hemse bunu tükkezgen. Hemse Irakçı 5 diyen mende 5 yıl destanlıkta kitapxon. Tunci hemse Azerbaycan şairi Nizami Gencevi tarafından 13 yılında yazılan. Çünkü bu Türk dünyasında ve Fars, Orta Asya burada bir moda baylanılan hemse yazış. Yani 14. asırda yani Emre Kısrav Hindistan'ın Dehlevi hemse yazıp çıkan yani Abdurrahman Cami'nin buradaki hemse yazıp bunun ta çıkılan destanı bunu kuşak yetilik tükkezgen. Yani Navai Tunce Türk tilde hemse yazıp çıkan yani şunun sırada destanlar toplamıyor. Bunun bir sözü var. Ben Tirişçalık cevap arasında Türk tilde mi Fars'la okşaş güzel nadir eserlerinde gezip çıkan bulağalıqını ispatlap çıktı. Bunu kimki avlatlarım kalımın görkem açıqda mene düşünüp menenki bana atab dua kılsa hayırlı dualar olsa, royun şart olsa deb yazıp kaldı ki fakat kançada bunu oylap koyamız dedi. Bunu Elçin Navai yüzünün kulu yazgan eser. Yani bu Elçin Navai'nin hemse nöştide tüvenlik 5 tane destan var. Hayretül Ebrar, Ferhat Şirin, Leyli Mecnun, Sebe-i Seyyar, Seydi İskender. Yani Elçin Navai şiiriyette yüksek netice iyi bulup kalmasın. O özgece felsefi çoğunluğa yaratkan mütefekkür. Onunki felsefi fikrindeki menbesi Orta Asya, Khorasan halkı, içtimai irileri. Medeniyet Orta Asya'da oturup çıkan medeniyet uygulaş şeklindeki nedisi olarak tasavvuf felsefeleri şekillendirgen. Onunki felsefesindeki menbesini alırken birinci koyduğunca İslam felsefesi tercih boğan Yadros İslam felsefesi, bunu başka Farabi, İbn Sina, Ebu Reyhan, Biruni, Orta Asya felsef ve tabii ki tercih boğan. Şu an blokta Yunan felsefelerindeki göz qaraş fikirleri ta'sir bo'lgan. Axir bunun fikirleriga ta'sir bo'lgan, yani Sharq va Uyg'ur klassiklari nima izlarini ta'sirini ko'rish bo'ldi. Yani Elçin Navai insan, dünya, Adem ve Allah bu konuda birbirine zıtlık ekanligi. Yani dünyadaki ezeliyet ve ebediyet konumunki Allah'a ait olduğunu, Allah'a ait ekanligini oturup koygan. Bunun göz karşısında bu tüptendeki bu işlerinin dışık buldu. Ne bulup evvelde bidayet sana, ne gidip ahirde nihayet sana. Evvel üzüm, ahir mabeyn üzüm, barcı kılıp bariler eyn üzüm. Elçin Navai aynı vaxtıda bir insanperver, yani halkperver biri. Bunun göz karşısında her bir insanın ki yakigana menfaati ve saadeti fakat o halk bilen, o vatandaş bilen hiç boğan vaxtıda, bir eti boğan çağda haqiqiy baxtninki
kıymeti ma'nosi bo'lganligini yozgan asarlarda buni ko'rish bo'ldiki bu chiqib ketishdi. Ademiy inson demakki odamiy oningki yo'q xalq amrining g'ami. Ana Navoiy asarlariki ta'siri Uyg'urlardagi Uyg'ur shoirlarga, falosoflarga Uyg'ur adabiyot bo'lgan ta'siri. Ana 5 asrda bu yangi Navoiy va uning asarining Uyg'ur adabiyot ko'rsatgan ta'siri hech qanday bir shoir bilan solishib bo'lmaydi. Ana klassik yozuvchi shoirlar Navoiyni ustoz tutgan, uni da ilhom olgan, badi uzuq olgan. Yakan xalq davridan, yakan xalq davridan 19 asrning oxiri 20 yuzning boshiga qadar Uyg'ur shoirlari Navoiyning cho'nqur ta'sir o'tkazgan. Uyg'ur adabiyotimizning oxirgi vakillari Molla Bilal Nozimiy, Tajalli ning asarlarida uni cho'nqur izini bayqash bo'ldi. 1930-yilda vatanimizda ana Uyg'urlarda drama yanları avj olgan. Alisher Navoiyningki dramalari o'zgartirilib vatanimizning shimol va janubiy qismida o'rnagan. Masalan, Lutfullo Mutallibmi Alisher Navoiyning ta'siri ko'p kuchirgan, u asarlarni tadqiq qilgan va ilhom olgan. Uni asarini o'qigandan keyin Lutfullo Mutallibniki o'z qalbidan yozgan ta'siratim degan she'r var, onu o'qib o'taman. O'qib she'rimni zavqqa g'arq bo'lib, qalbiga ta'sirat tuyg'ular bo'lib, ko'zim bir nuqtaga qatılib qoladi, vujudim xiyollarga qatib qoladi. Qo'limda kitobi dildan so'rayman, Navoiy qanchalik buyuk zot deyman. Qani shu Navoiy qani bir ko'rsam, muborak qo'llardan uni bir so'ysam. Bir 1940-yildan hozirgacha bo'lgan holatda 50-yillarda meşhur şair Nimşehit, Mengoy ve Ferhat Şirin diyen destanını yazıp çıkan, bu da Alisher Navoiyniki Ferhat Şirin destanını o'zgartirib vaktimizga tarix muhaddisiga elib kelgan yerlar profa o'zgarishlik bilan yazıp çıkan. Mengoy ve Ferhat Şirin bu hikoyani men o'yimdan yasalish bilan munosabat qilib qaragan, uni kuchli vatanparvarlik ruhi ifodalagan. Bundan boshqa Keyitjon Aliyev, Abdulbek Ahmad Zai, Alisher Navoiyniki asarlarni cho'nqur ta'sir o'tkazgan. Buni so'zlayman mushrik. Rahmat.